O'zbek blogerlarini multfilm qahramonlariga o'xshating. Otabek Ayvash. Scrooge McDuck. Mitti Vines jamoasi. Madagaskar pingvinlar. O'tkir Shodmonov. Boyagi Madagaskarda yong'og'ini yo'qotib qo'yaverdik, olmaxon bo'lardi. Bobur Mansurov. Mowgli. Zebo Rahimova. Masha. Hop, Mo'min Life. Boyagi yalqov sit Madagaskar. Hop, Abdurahmon Mufid. Carlson bor-ku, ana orqasida ventilyator. Ventilyatorcha. Hop, eng so'nggisi Abdurahmon Fozilov. Aka Gargamel. Hop, sizga rahmat. Siz qaysi blogerlarni qaysi multfilm qahramonlariga o'xshatasiz? Kommentariyaga yozib qoldiring.